Assalomu alaykum hammaga yaxshi kayfiyatda. Mana Alloh nasib qilsa bugun 26-may sanasi, haftaning dushanba kunidamiz. Juda ham bir ajoyib yangilik bilan mana video qilyapmiz azizlar. Oilali er-xotinga mana vizalarimiz chiqdi. Ya'ni Bolgariya davlatiga vizaga topshirishganda tabriklaymiz. Men o'zim ham juda ham xursandman. Alloh hamisha yuzimizni yorug' qilsin. Bu yerda mana Tojikiston Respublikasidan kelgan akalarimiz, yaqinlarimiz, bu insonlar ham mayda oxiriga xudo xolasa Bolgariyaga vizaga podacha qilishadi inshaalloh. Keyingi videolarimizda ham bu akalarimiz bilan xuddi mana shunday holatda video qilishlik nasib qilsin deb qolamiz. Allohimdan tog'a bir o'zingizni fikringizni aytib o'tib keting. Shehzodbek ukamizga rahmat, ishonchli aka ekan. Ularda hammasiga ishlariga muvaffaqiyatlar tilayman. Oilaviy baxtli bo'lsin. Ishonchli aka ekan. Mana men o'g'lim bilan kelinimga mana viza chiqdi. Xudo xolasa etingdan chiqib ketadi. Bulardan anaqasiga ishlarida omad.